Assalomu alaykum hurmatli haydovchi. Marhamat qilib hujjatlarni taqdim etsangiz. Hujjatlar? Hozir. Xo'sh, marhamat, mana hujjatlar. Bizda hujjat bo'ladi-da, uka. Mana. Ya hidi kelyapti, ichganmisiz? Uka, men ichmayman. It ichsin. Rostdan ichmaysizmi? Yo'q. Siz aldab nima qilaman, uka? Yigit bitta gapiradi. Erkakning bitta gap. Farmon aka, nimaga yolg'on gapiryapsiz? O'tgan kuni Saidxo'ja akan to'yida rosa solyapti-dingizmi ana shogirdingiz bilan? Ha, sizlar hali aroqni, ya'ni spirtli ichimni aytyapsizlarmi? Men ichmayman deganda, qasam ichmayman degandim. Ha, endi aroq ozmoz ichib turamiz. Demak, ichgansiz. Endi to'g'ri, ko'rmas, ozgina ichganman. Ichgandan keyin ichganman deyman, to'g'rimi shogird? Toshni ichgan, o'rtoq boshliq, qarang, shogirdning ham ko'zi qip-qizil qon talashib turibdi. Mashinadan tushinglar marhamat qilib, mashina jarima maydonchasiga tiqiladi. Iltimos go'jon, shunday qilmanglar. Agar mashinani tiqsanglar, hayotimni tiqasizlar. Bizni qiziqtirmaydi, 01 siz. Jon uka, qiziqtirsin uka. Axir men 3-xotinimdan 4 ta farzandim bor. Mana shu xotinim agar yana ichib yaga tushsangiz, uyda haydab olaman degan. Vatganni qiladi-yu xotini. Iltimos, meni xotinim haydab olmasin. Men xotinim-ku mayli, lekin bolalarim yetim bo'lib qoladi. Bolalarim yetim bo'lib qoladi. Shu yetimchalar qarashiga qolmaylar, uvoliga qolmaylar, iltimos. O'rtoq boshliq, baribir oila muqaddas. To'g'ri. O'zingiz bir chiroyli chora ko'ring. Aka, boshqa qaytarilmasin, faqat oilangiz uchun, oila muqaddasligi uchun sizni birinchi marta tekinga qo'yib yuboryapman. Rahmat. Boshqa takrorlanmasin, hurmatli haydovchi. Rahmat go'jon, rahmat. Boringlarga shu. Ehtiyot bo'ling. Xo'p. Kechirasiz, siz nima deysiz? Ustozim ham aytgan gaplarga qo'shilaman. Mana qarang. Siz ichmaganga o'xshab ko'rinyapsiz. Ustoz yoniga o'tasiz va nazoratga olib ketasiz. Tushunarlimi? Ha? Qani? Nazorat olib ketaman. Ichmagan. Ehtiyot bo'ling. Ha. Ichmaganmisiz? Yo'q, ichmagan. Ustoz, yorib tashladingiz. Ancha-muncha aktyorlar sizdan dars olsa arziydi ustozim. Shogird, meni birinchi marta ko'ryapsanmi? Meni bilasan-ku? Ustoz. Ey shogird, bilasanmi? Bularni aldash oson. Ana u gayni kattasi g'irt loq ekan. O'rtoq boshliq, hammasini yozib olganmiz. Qani nima degan ekan bu alkashlar? Eshitib ko'raylikchi. Ey shogird, bilasanmi? Bularni aldash oson. Ana u gayni kattasi g'irt loq ekan. Shunaqa loq gaylar ko'payaversa. Ha, yaxshilik bilmaganlar, qani tushmoqchilardan baribir endi tiqaman.